Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kim Rajab oyida roza tutadigan bo'lsa, Alloh azza va jalla unga jannatda bitta qasrni bino qiladi, qurib qo'yadi, barpo qilib qo'yadi dedi. Muborak oy, Rajab oyi. Bu imkoniyatdan foydalanib qolish kerak. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Rajab oyidan Ramazonga tayyorgarlikni boshlardilar. Moh Ramazon oyiga hozirlanardilar, tayyorgarlikni boshlardilar. Allohumma barik lana fi Rajabin va Sha'bona. Alloh bizlarga Rajab va Sha'bon oylarini muborak qilgin. Allohumma ballighna Ramazon. Alloh bizlarni Ramazon oyiga yetkazgin deb duo qilardilar Rasululloh. Ramazon oyi kelyapti. Moh Ramazon oyi soya solib turibdi. Shu Rajab oyidan Ramazon oyiga Rasululloh tayyorgarlikni boshlardi. Bu ulug' oy, muborak oylarni g'animat bilish, aqalli roza bilangina ibodatni ko'paytirish kerak. Tasbih, tahlillar bilan naflan ibodatlarni ko'paytirishga harakat qilish kerak.